Do'stlarimga assalomu alaykum. Biz ham o'qishimiz muvaffaqiyatsiz bo'lgan, ya'ni pandemiyaga tushib qolganmiz. O'ylab ko'ringlar. Va keling siz ishlaysiz bilim ko'nikmalariga ega bo'lsa, marhamat, bizlarni o'sha platformamiz orqali biz ishga bemalol joylay olamiz. Fanni yaxshi chuqur o'zlashtirishing kerak, raqobatchi muhitda yashashing kerak, kuchli bo'lishing kerak. Mana borligim korxonani muvaffaqiyati degan tushuncha bilan agar bugundan o'sadigan bo'lsanglar, har qanaqa korxona sizlarga eshigini ochadi. HR kontingentni 90% ayollar tashkil qiladi. Qiz bolalar tashkil qiladi. Qanaqa elektron raqamli imzo, navbatga borib turib emas, joyida sizlar tadbirkorga aylanasizlar. Jismoniy shaxslarni 1 milliard so'mgacha topadigan daromadni avvalgi 4% dan 1% ga tushadi. Tahdid hamma joyda bor. Nima bo'lsa Amerikada tahdid yo'q. Safiyada bugun 5300 dan ortiq ishchi ishlaydi. Bilganingizda shu narsani? Sexga kirayotganda majburiy tibbiy ko'rikdan o'tadi.